19. maşina hep 95'ke berile. Verdim. Ha 90. Anlaş bulga. Vay Allah dedim ama mayzon. Musla. Bizning jinkasi ma tag'ilirimiz yaşchonkan Abduriyim. 49 ming ko'p pulga. Go'xunim qilib bergan. Bir bak maynim qo'yib bergan. Qanday? Bo'lamda? Gelse kalırım. Anlaş bulga. Vay Allah dedim ama mayzon. Sat demek ya. Dünya. Ko'ryapsiz. Yo'q aka men qapib qolmaslar. Yo'q. 53 ming ko'y baho qo'yibdi. Ham 4 ming ko'yni men hamda shuni 50 bo'ldi 49 ming ko'yga go'xusdan bir bak mayni qo'yib bergan dedi qachon. Jiraktan gelgen. Endi Jiroqdan kelgan nereden keldin lan? Aqto'dinmi? Rahmat bizni izlab kelganligiga. Ben bahoda ben norozi bo'lib qolgan bir ko'nglimda bir chiqib qolish yo'q. Biz maşını almadık sizni aldık. Rahmat. Ha bizning bozorning muhiti qanday ekan? Yaxshi muhit. Men Muhit yaxshi muhitimizni men ko'rib kam. Vay soğukta xunay to'g'rimda yan qolganini tap. Men ko'rib. Rahmat. Rahmat biz qo'llab qo'yinglar. İşte geldim maşını. Aynak suyumuzda ilan qilsak tunuga bak. Aynak suyu berdimmi hamdimi? Berdimi ha? Bermez. Yakshanba kun kelsanglar po'lammi ataqa. Rahmat aka bizmi avaylab haydab hamda mushashni mashinamaqmi asa emas taqa. Bir qatnashqasi ra'y qilib birjimi? Shu tog'imizning bir ishlarini bir obdan bir qilib vaqtida o'rlashtirib, rasmiyatini vaqtida o'tib, xotirjam bir yo'l soldi. Yo'q bir to'xtamaysiz deb qilamiz. Haydab bir avval bir sinab baqsizlar. Chimi? Qo'limda. Undan men adashib bilakay beraveramiz. Musla. Ma'vo 2028 oyning Audi A7 qancha bo'ldi? 82 ming. Başına aval kandak kesle bile petel ki. Ya lan sağsırike maşını. Mashina tushmaysiz. Mashinaniki sira avali, umum motor, ko'ribga avali, hamsi qavatda bo'ldi. Tashkiltimizmi, tashkiltmaymizmi? Keşfetimiz yana bir şey. Ha oldu. Unda tashkiltdan mas'ul chiqib qolsa, mashina joyida qoldi. Bo'ldi. Hech kutgan bo'ldi men to'layman hozir. Unda tashkiltdan mas'ul chiqmay qolib qolsa, tashkiltdan naqalimizmi bankasi? Naqalimizmi? Bo'ldi. Bozorning muhiti qanday raqam bor? Shunga so'rayman. Bak, bizning tijoratchilarimiz qanday raqam? Özürün yapsa. Hocam yaxshimi? Sizlar yaxshi ekanlar. Ağabeyde işleyen verelim bir şey. 3-chi qatim mashina chiqadi. Rahmat. Yani gidiyorlar da ha. Undan so'ng sizga xaridorning bir ajitini yaxshi Saat 12dan 4 o'tibdi, men ishxonada xaridor ekan ziyorat qilib baqili. Ha, azallar ziyorat qilib olsam xafalamsizlar ya. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Ha, mashinaga o'tirasiz. Tamam. Tuxunum Tuxuningiz ag'anti. Ha, Aqsudan kelgan bola shu bayatni yaqin. Ha, yaxshimi? Qanday ahvolingiz? Ha, nereden keldingiz? Toshqo'rg'onda. Bizning Tajik birodar. Mashina oldingizmi? Kimdan? Siz sotdinglarmi? Nima mashina sotdinglar? Civic 2019'dan Qancha pul bo'ldi? 73 ming oldu. 73 ming. Tüyüyorum ben önce bejim bir koluma şey. Mashinaning avvaldan to'liq xabardor bo'ldingizmi? Ha. Men bir naroz qo'yg'ashibman. Bir bak may jalab birimizni qanday qilamiz? Ha? Didokça diyen May jalab birman dedimmi nima? Dedi ha? Ha, bir bak mayni jalab ishlarni yaxshi bir taraf qilib yo'lsam bo'lamda. Ha, shu hamda shunda do'stni ziyorat qilib o'tamiz. Naroz bo'lib qolgan yeringiz yo'qda? Ha, bazorimizning muhiti qanday ekan? Yaxshimikan? Bo'ldi. Ha, qanday siz nima qilyapsiz? To'xtamayapsizmi? Ha. Ishliqmi? Qanday ahvolingiz? Ha, mashina oldikmi? Mashina aldık. Nima mashina oldingiz? Civic'ten bir neçe. Qancha yildan? O işkina. Kimdan oldingiz? Chiqetdimi? Başınca çıketti. Qancha pul oldingiz? 28 ming. Qancha yildan? O'shkina suyukini 28 ming. 28 ming. Narozi bo'lib qolgan yapamı. Yak. Biraz oğa yok. Mashinaning umumiy ahvolidan xabardor bo'ldingmi? Xabarda bo'ldim. Maşa teşkil etib, başka teşkil için to'liq qilib aldım. Bir bak may jalab berdimmi hamdimi? Yata buni başlam şu jalab bermaydigan bo'lib 28 deyishgan. Shundami? O'zingni o'zingizdan deyishding ha, bo'ldi hamsa. Unda bo'lsa, bir narozi bo'lib qolgan ya bo'lsa, Yapma. Biraz oğa yok. Bo'ldi. Unda davomli yani mashina lozim bo'lsa bir Kim shaklimiz? Bilamda. Bo'ldi. Ha, kutyapsiz nima qilyapsiz? To'xtammi? Ha, bo'ldi. Yaxshimi? Ha, nima mashina oldingiz? Nissanning nima? Shoyi. Nissan Shoyi. Qancha yildan? 17 nom. 17 dan. Qani sotuvchi? Ha, kelinglar. Ha. Bir bakmay jalab birimizmi? Diş boğa. Mashinanki bir süptidan birozi narozi bo'lib qolgan ya bormi? Qolib soldim samadim men. Zo'l qamroq aytdim-da men. Shunda olganda
Azı toxtamayız vatsızlar. Maşını təşkil etdin, təşkil etmedin mi? Təşkil etmedin. Siz özünüz yalnız geldiniz mi ya tutalda? Öydükili bir körep bir kıtladı mı? Buldu. Da olsa bir resmiyetlerini vaxtıda ötep bir raz kılıp yolsun. Olamda bundan sonra çıkar. Maqlı rahmet qollağınızı. Yamanmı bir təs bitişdinler ma maşinlə amma. Kilin bir qol vuruşdular. Qanç pul oldu ha? 31.500. Kaçıncı yıl ne? 2015 2. ayından. 2015 2. ayının tonluku var, xrom orundunluq. Şu ayı, şunyan boşalıb toluq mu? Yerlik Nemi soğat qılğan boldunuz buradarga? Jiyo kıran kıldıran. Jiyo, boyansın qıpırğan boldu şunda mı? Qanda raz boldunuz mu? Rahat oldu. Raz boldunuz ha? Ama yan çıqmayalım. Azam bədim bu ya. Hem muvaffak oldu. Bağız sizge muvaffaq oldu mu? Hem muvaffak oldu. En mühimi, bahadım mühimi süpet. Maşının avvalda xəbərdə. Süpetin yapmam ki. Maşının avvalda xəbərdə boldunuz mu tola? Rahat oldu. Təşkil etdiniz mi, təşkil etməyimiz mi? Hem daha 3 ay uçuyorum melik erkanda tekşüt varsanız boldu dedığimiz ağınımız artık tekşüt işbe. Lekin təşkürtə belib mənla, mənim tövsiyəm. Təşkürş məslub qalsa cayda qalıda bağa çıxmış edimge. Qanda bolamda qağında onda olsa siz be maşınınki bir resmiyetini bir ötep narazı болып qalmasan bir xəridarlar. Bolamda aslında bir razı kitanlamsa. Baxıl. Şunda qılıb borcunun soz pişdim ha. İşte. Qanç pul oldu bu maşına? 27.500. Qançıncı yıl ha? 2017-ninki borcun bu yoldan. 27.500. Narazı olub qaldınız mı ya maşının bağısı? Əza aldın deyib qaram səs. Normal iş qilib. Muvaffaq bo'ldi ha. Maşının süpütü məsələm yoxmu? Süpütü məsələ yo'q. Boşang beramsiz? Boşang berma. 3 ay boşang bersiz. Chata yo'q. May quyib turmizga? Go'xon tanlab oldi. Go'xun tanladingizmi? Mayni quyib turdiq, lekin go'xun tanlabsiz. Mayni ona go'xon qilib turang dedi. Bo'ldi, unda siz rozi bo'lib ketingmiz. Bozorimiz qandayroq ekan bu muhitlar? Yaxshi. Yaxshimi ekan? Ashqilib bir yaxshi mashinadan birini ham sizga satdiq deb o'ylaymiz. Ve do'stlarga bir tavsiya qilib qo'yasiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Ma 15-chi setilgan mashina, ma 3dan keyin soat hozir 2:30 bo'libdi. Akallarim to'xtab turinglar. Birodarlar. Qanday, yaxshimi? Chiqliqmi? Mashina oldinglarmi ya? Satdingizmi? Qaysi mashina satdingiz? Kalender sattım ya. Kim aldı? Ben kilanı da bir para alışalımız ha. Siz aldınız mı? Toxtumun çıkırına bir şey yalgan söz aytıp kalmışsan kına. Kaç pul oldu maşina? 38 bin kilo. Kaçıncı yıl? 2010. 2010'ninki 38 bin köy oldu mu? Baha cihet razı buldunuz mu? Gaz oldu mu? Gazlık dediniz mi mahallen tane? Gaz varken. Gaz var mı iken? Gaz normal yok ki yıl bulamdı mı mamda? Yok ki yıl olmayan maşında müşahede yana. Ne kılıp ha? Aman abi kimse çıkıp. Bu mülazimette razı buldunuz mu? Razı oldu. Ma bazılarımızın muhit kanarak ki. Bu yaxşı iken, parkız iken. Ha. Bir bakmay jalap turgan bo'ldimi ya? Va jalap turgan bo'ldi. Cho'qim jalap turganjimi? Maq razı olangjimi? Ve do'stlik bir tavsiya qilib qo'yasiz mashina lazım bo'lsa-jimi? Maqli rahmat. Avo, ma Dishvatqa aytgan set Dishvatqa 16-chi mashina. Mening gapimni sizmi yemla? Mening gapimni siz yemsiz. Ya yemi sizlarga bilan aytay kilovatrim. Qanchinchi yil? 19 dan. 19-ninki tanga, arbalan tanga, shunami? Hobishang to'q chiqadi, to'q chiqdigini. Alisa. Sizlar 72 dedilar. Sizlar 74 dedilar. O'ttirdim kesib qo'y 73 bo'lsinmi? Silma mening gapimni esla. Silma mening gapimni esla. Keldikmi? Gap qilsizlar, qaylab turmay. Ada qilmas. Ya, ma pulni siz qashaysizlar. Men ishchilikning foydali qo'ysin, men sot qashnatman. Ben aytdim zaten ben bulmaydı. Muqim. Men aralashib qoldim. 75. Ha. Mani qala mikro taksida 74. Men deganda urgan qo'ldan 70 ga. Raz bo'la qo'shilamma. Bo'l berdim. Ay ya. Bizning bozorimiz qandayroq ekan ha? Muhit qandayroq ekan? Mashinalarimizning suti qandayroq ekan? Ama mashinchilarimizning mulozim qandayroq ekan? Yaxshi. Rahmat. Aslının kapagini men shunda xo'sh. Rahmat bizning mashinlarimizni elib qilganlar. Doyundu qo'llab javob ber. Lekin bir shart bor. Bir bakmaycım soğuğa. Ha. Ma bir bakmayım soğuğa ta. Olamda andas bir resmiyet ötep bir xeridar narazı kalmışsınız mı? Ha. O yok bunda değil mi? Maqli.
19. maşina hep 95'ke berildi. Ha 95 mana. 95 tava bir şey geleceksin abi. Manda bir ziyaret kılılayım ha. 23 yılının Epower Tokma ayarlaş 95 bin koy. Siz için muvaffak oldu mu? Ya muvaffak oldu. Ya kıymet top gitti mi ya? Ya Ya bulup aldık mı gideyim ama maşında sizde şu 30-40 bin köp paydı. Maşının sütüde razı oldunuz mu? Razı. Lekin manga musabsa haqiqiy bütün zavusir chiqdi. Rahmat bir qo'llab kelpaginingizga bizni bir mashinalab qilganingizga ve do'stlik bir tavsiya qilib qo'ygaysizlar. Undas mana xaridorning bir ishlarini bir hal qilib bir chiroyli tuytib bir yo'l silinglar. Undas men bo'lak baray. Ha? Mashinamga qasa men bir avaylab asrab edim. Qatnashqasiga rioya qilib bo'landa siz çoğun qimmat oldimi, azam bo'ldimi? Normal bo'ldi deb qaylayman. Normal bo'ldi deb qaylamsiz. Bo'ldi. Unda bir rahmat bazımız kepagini olgan. Juma? Rahmat. Rahmat. Gep. Yani jirak yardım izlep kelipsizlar. Rahmat qo'llab kelganimizga. Degan 5-oyning 2-pensiya mana deganda Aqsudan kelgan ismingiz? Husaynjon Aqsu nada? Aqsu Turpandan kelib, bizning 2011 to'ydasi qoldi. 23500 koy. Bir bak majallar turgan bo'ldimi? Avadimiz turib kelmas. Mana bizning xaridorlarimiz Aqsudan kelib mashinalar bordi. Ma mashinaniki ham tafsili avvalda xabarda qildingizmi? Xabarda qildim. Hozir degan gapni dana oyoq olib tashkilda Mashinani ayak olib tekshirsiz, tekshirishni o'tsa pulni siz to'laysiz. Tekshirishni o'tmasa men berman. Kaplanto mashinaniki Yo'q, boyan o'chmish tarafdor kishilar bulab qolsa keyinda maqsadim boyan bir boyan qilib ma'qul bo'lar. Salomat. Ansang bo'ldi. Unda bo'lsa siz bu rozi olan bahar jihatdan biz sizni qimmatga ilib qoldim deb o'ylaysiz. Hali ziyorat qilma. 2011 ning avtomatik kod pension kvotasiga 23500 koy. 500 ham bo'ldi. Bo'ldi endi rozi bo'lganlar qatnashqasi va qilib bitta qilib qo'yamiz.